Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savol: ayoliga qo'l ko'tarish qanchalik haq? Ko'pchilik aytadi, bu narsa Qur'onda ham kelgan deydilar. Shuni tushuntirib bersangiz debdilar. Avvalo haqiqatdan bu Qur'onda kelgan, lekin eng oxirgi yechim tarzida kelgan. Agar ayollar itoatsizlik qilishdan qo'rqsanglar, mana Niso surasida Alloh aytgan. Agar ayollar itoatsizlik qilishdan qo'rqsanglar, ularga nasihat qilinglar degan. Keyin bu ham kor qilmasachi, ularda to'shakda hajr qilinglar. Ya'ni to'shagiga qaramay qo'yadi erkak kishi. Bu ham kor qilmasa, keyin oxirgi yechim tarzida aytgan vadribuhunna. Va ularni uringlar degan. Shuning uchun ayol kishi ham o'zidan bilib kaltak yeyishni istamasa, masalani o'shangacha olib bormasligi kerak. Yuqorida aytilgan ikki uslubdan o'zidan bilib u ham tegishli xulosa chiqarish kerak. Eri masalan tushuntiryapti, araz qilyaptimi? Bo'ldi, bilish kerak, u kaltakkacha olib bormaslik kerak. Agar bir erkak ana shunaqa ishni eshigidan tartib bilan kelib shu kaltakkacha olib bormaslikka harakat qilsa, lekin baribir ayol o'sha o'zi itoatsizlik qilib, qaysarlik qilib, noz qilib boshqa kaltakkacha olib borsa, bunaqa ayol ayb o'zida haqiqatdan ham. Lekin bir erkaklar bor, o'zi ishni eshigidan kelmaydi. Ya'ni har narsaga birdan qo'li yuroq. Ayol shu sal yo'tal qo'ysa ham uraveradi, so'kaveradi, ana shunaqa. Hech qachon bir nasihat qilmaydi. Xotin aytadiki, nasihat qiling, olaman deydi. Ayting, tushuntiring deydi. Yo'q, u birdan uradi. Yoki araz qilib boshqa qilib tarbiyalamaydi, birdan uradi. Bunda ayb erkakda. Erkak avloviyotni qilmayapti. Avloviyot degani ya'ni tartib bilan ish qilmayapti, o'zi Qur'onda buyurilgandek. Asabiy shunaqangi insonlarda bo'ladi endi bu. Keyin hadislarga qarasak, bu urush kayfiyatini ham o'zi bayon qilingan. Ya'ni agar urushgacha vaziyat borgan taqdirda ham. Avvalda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni urmanglar deganlar. La tadribu ima Alloh. Allohning cho'rilari ular deganlar. Allohning cho'risi degani yana bandasi. Ularni urmanglar. Shunda keyin sahobalar, jumladan mana Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytganlarki, ya Rasululloh, ayollar erlariga itoatsizlik qilib qo'ydi deganlar. Ya'ni itoat qilmay qo'ydi. Ya'ni katta bir huquq tegib qoldi-da ularga, mana urmanglar degandan keyin urmaslik kerak ekan deb ayollar tili chiqib qolgan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytganlar, endi uringlar unda deganlar. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, mana qarang, ayollar o'ziga berilgan huquqni bilmayapti. O'zidan o'zi bir tegishli xulosa chiqarib, aybini isloh qilmayapti. Ana shundan keyin uringlar deganlar. Keyin sahobalar borib urgan xotinlarni. Keyin hamma xotinlar shikoyat qilib kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga erlaridan. Bir rivoyatda kelgan 70 ta xotin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, oli Muhammadnikiga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oilasinikiga ko'p ayollar keldi. Bir rivoyatda 70 ta xotin keldi, hammasi eri uni urgandan shikoyat qilyapti. Ular yaxshilar ekanligini topmaysizlar deganlar. Ya'ni yaxshi erkak unaqa qilmaydi. Kechiradi, o'sha nasihat kor qilmagan taqdirda ham, arazlaganda o'zini isloh qilmagan taqdirda ham imkon qadar erkak kishi sabrli bo'lish kerak, kechirish kerak. Shuning uchun bunaqangi ko'kartirib tashlaydigan darajada urish yaxshi odamlik alomati emas deb o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ogohlantirganlar. Endi qanday jamlaymiz mana shu hadislar bilan yuqoridagi oyatni? Birinchidan, nima uchun uryapti erkak kishi, shunga qarash kerak. Agar Allohning haqqi uchun urayotgan bo'lsa, ya'ni masalan xotin namoz o'qimaydi, namozga beparvo, harom harishga beparvo, ibodatlarga, hijobiga beparvo, erkak kishi tushuntiryapti, boshqa qilyapti, oxiri urish kerak, buni iloji yo'q. Allohning haqqi bu. Unda ham albatta o'sha zulm darajasiga bormaydigan qilibda turtish deyiladi buni, ta'bir joizda urishdi ya'ni. Endi ikkinchi holat bor, erkak o'zini haqqi uchun uryapti. Ya'ni ovqat qilmayapsan, kirimni yuvmayapsan, boshqa deb. Yoki masalan to'shagimda menga itoat qilmayapsan, chaqirsam kelmayapsan deyapti. Bu narsalarda ba'zisida haqli bo'ladi erkak kishi, ba'zisida nohaq bo'ladi. Ya'ni o'zining huquqi bo'lgan narsalarda ayol qilmayotgan bo'lsa, masalan to'shakka javob qilmayapti, yoki o'sha ovqatini qilmayapti, erining xizmatini qilmayapti. Mana bunaqa paytda erkak ba'zan haq bo'ladi va buni qilishiga qaramasdan u injiqlik qilib erkak kishi yuqorida aytilgandek o'zi asabiylik qilib ko'chadagi asabi buzilganlik alamini ham kelib xotinidan olib uradi. Mana bunaqa paytda ana shu hadis yuqoridagi shunda aytilgan yaxshi erkak emas bu. Ya'ni ko'chada bitta odam urushib qolsa ham kelib xotinini uraveradi. Masalan ba'zilar bor, ichib olib uraveradi xotinini. Bir 20 yillik muammosi esiga kelsa ham xotinini uraveradi. Ana shu odamlar haqida aytilgan yaxshi odam emas bu.
oyatda, hadisda ijozat berilgan urush qachon u Alloh haqqini xotin kishi ado qilmayotgan paytda va erda haqqini xotin kishi ado qilmayotgan paytda o'sha tarbiyaviy urush deyiladi. Masalan, inson bolasini ham uradi-ku, lekin u xumordan chiqish uchun urmaydi, haligi urushani urgandek bolasini, to'g'rimi? Tarbiya uchun uradi. Erkak odam ham xotinni mana shunaqa tarbiya uchun urib turtadi. Unga o'sha zulm qilmaydigan darajada. G'oyru mubarrih deyiladi shuning uchun urishligini, ya'ni uni jonini qattiq og'ritadigan darajada emas, turtish ma'nosida. Oysha onamiz aytganlar-ki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir marta u kishini ko'ksidan bir turtganlar, men og'ridim deganlar. Asli boshqa hadisda aytganlar, hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolni ham, bolani ham urmagan deganlar. Bunda ham ma'no mana shu. Ya'ni bir ko'kartirib tashlaydigan darajada urmaganlar. Lekin bunday turtganlar. Qur'onda, sunnatda ijozat berilgan urushdan maqsad ham xuddi shunday. Ya'ni turtish ma'nosida. Keyin yana bir narsa bor, bu erkaklarga tegishli narsa. Ayol bilan uriladi. Ya'ni erkak qachon agar xotinini tarbiyalamoqchi bo'lsa, urush birinchi odatda o'sha ayolga huquq berib qo'yadi. Ayol bilan uriladi, ayol kaltak bilan emas. Bunga hozir ham to'xtalaman. Huquq berib qo'yiladi degan narsaga. Ayol bilan urilish degani nima degani? Bir kuni bir hikmatli kishi xotinini kaltaklayotgan bir erkakni oldidan o'tib qopti-da. Keyin haligi erkakka qarab, "Ey baraka topkur, xotinni bunaqa qilib kaltaklanmaydi, xotin bilan kaltaklanadi" degan. Shunda haligi erkak tushunmagan ekan, nima degani bu xotin bilan kaltaklanadi deganda, xotin tushunib qolgan buni. Ketavering, uraversin erim degan ekanda o'shanda o'sha xotin. Ya'ni nima degani, xotin bilan kaltaklanadi, xotinni tarbiyalamoqchi bo'lsang, xotin olib kelinadi ustiga. Ana shu xotin bilan kaltaklash degani. U erkak tushunmagan, bu xotin tushunib qolgan, shuning uchun erga qarab uravering degan. Ustimga xotin kelgandan ko'ra. Maqsad erkaklarga bu nasihat va ayollarga ham albatta. Ya'ni xotinni kaltak bilan emas, xotin bilan kaltaklanadi. Endi yuqorida aytdim yana. Ursa erkak kishi xotinga huquq berib qo'yadi, hujjat berib qo'yadi. Ya'ni u aybdorlik erkak tomonga bo'lib qoladi. Urmasa nima qilgan taqdirda ham fazilat uning tarafida bo'ladi. Shuning uchun mana Yusuf alayhisalom qissasida ham hatto kelgan. Valaqad hammat bihi va hamma biha oyatining tafsirida, buni tafsirdasida ham aytdik. Yusuf unga ham qildi, ehtimom qildi degan. Shuni bir ma'nosida ulamolar aytishganki, urushga ehtimom qildi. Ya'ni urib yubormoqchi bo'lganlar o'sha xotinni-da, bir tafsirda keladi. Lekin Alloh to'xtatib qolgan shundan deyilgan. Nega desa, agar urib yuborsalar, ana peshkillik solib keyin hammaga mana meni urdi, mana meni zo'rlamoqchi edi deb xotinga hujjat chiqib qoladi Yusuf alayhisalomga qarshi. Mana shunga o'xshaydi demoqchiman-da. Oilada ham erkak xotinni urdimi, erkakka qarshi xotinga hujjat chiqib qoladi. Kimga borsa hamma erkakni ayblaydi. Odamlar avvalini surishtirib o'tirmaydi. Bu xotinning tilini qaranglar, avval tilidan chiqayotgan gaplarni qaranglar. Bu haligi o'lik insonni ham tiriltirib yuboradigan darajada, ya'ni kesakdan ham olov chiqarib yuboradigan darajada nafratlantiradigan gaplarni gapiryapti deb qancha o'zini oqlashga harakat qilmasin erkak kishi, odamlar baribir erkak gapini eshitmaydi, xotinning gapini eshitadi. Voy bechorani uribdi deydi. Xususan farzandlar ham oilada. Ota onani urayotganini ko'rsa, birdaniga ona tarafga o'tib oladi. Ana shunda erkak o'zi boy beradi bu narsani. Shuning uchun aytayapmiz, fazilatli bo'lishni istasa, erkak kishi urmasin. Xotin bilan ursin. Agar xotin bilan ura olmasa nima qiladi? Allohga solib qo'yadi, sabr qilsin. Alloh odil zot, o'sha xotinni Alloh o'zi urib qo'yadi. Alloh urib qo'yishi dunyoda ham bir jazosini beradi Alloh, oxiratda ham yoki bir jazosini beradi. Yani hech qachon bu yerda qolmaydi. Agar ayol yerda shunaqa qilib nafsoniyatiga tegadigan bo'lsa-da, ya'ni imkon qadar erkak kishi qo'l ko'tarmaslikka harakat qilish kerak. Alloh alam.